Salom Arnold. Shunday qilib sen Topi laqabli pirani balig'ingni qo'lga o'rgatib, yangi fokuslarni o'rgatyapsanmi? Xo'sh, Arnold, hech bo'lmaganda sen harakat qilyapsan. Balki boshqa hayvonni qo'lga o'rgatsang yaxshi bo'larmidi? Masalan, yo'lbars akulasi. Endi sening vazifang uni bo'ysundirishdir. Ha, endi senga Topi kerak bo'lmaydi. U bilan xayrlashsang ham bo'ladi. Arnold, akula och, ovqatlanish vaqti keldi shekilli. Hayvonlarni qo'lga o'rgatish ko'p vaqtni oladi. Kumush tulkilarni qo'lga o'rgatish uchun 60 yil va 35 avlod kerak bo'ldi. Ular mutatsiyaga uchragan itoatkor genga ega. Ammo olimlar buni tezda bilishmagan. Agar bu gen akulalarda mavjud bo'lsa, natijada erishish uchun u kamida 250 yil davom etadi. Menimcha kutishga tayyor emassan. Arnold, hozir uning uchun ism tanlashning vaqti emas. Uning qorni och. Ehtiyot bo'l, Arnold. Oh, Arnold. Omadli qo'nish bo'ldi. Sen hech ham shu qo'lga o'rgatilgan hayvonlar o'rnida bo'lishni istarmiding? Har qanday uy hayvonlarining og'irlikdagi o'zgarishlarini esla. Osilgan quloqlar, mayda tishlar, rang o'zgarishi va miya hajmining 10 barovariga qisqarishi. Bundan tashqari senda ba'zi bir g'alati genetik nuqsonlar kuzatiladi. Faqatgina tanqidiy vaziyatlarda adrenalin ishlab chiqarasan. Hey Arnold, balki uyg'onish vaqti kelgandir. Arnold, sen nimalar qilmoqchisan? Qochib ketyapsanmi? Bechora baliqchaning o'limiga yo'l qo'ymoqchimisan? Arnold, senga qanaqa g'oya keldi? Nima? Sen uni qo'yib yuborasan? Arnold, bu juda aqlsiz g'oya deb hisoblayman. Hozir sen akulaga yem bo'lish arafasidasan. Nima? Topi? U qayerdan keldi? Va u seni qutqarmoqchi. Arnold, menimcha bu akuladan qutulganga o'xshaysan. Odamlar birinchi bo'lib itlarni qo'lga o'rgatishgan. Shuning uchun it insonning his-tuyg'ularini taniy oladigan yagona hayvondir. Agar 20 yil oldin tarix boshqacha burilish yasaganida edi, bugungi kunga kelib odamlarning asosiy hamrohi qarg'alar, ayiqlar, hattoki 8 oyoqlar bo'lishi mumkin edi. Senga rahmat, Arnold. Bir kun biz ham piranilarni qo'lga o'rgatamiz, lekin bugun emas. Siz blogersiz yoki bloger bo'lmoqchisiz. Unda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. YouTube va Instagram uchun kontent tayyorlash, banner, avatar, preview tayyorlash xizmati, video montaj, intro, futaj va outrolar, sifatli ovoz yozish, istalgan mavzuda ssenariy yozib berish, rus va ingliz tillaridan tarjima qilish, video montaj turli tarmoqlar uchun YouTube, Instagram va hokazo, reklamli roliklar tayyorlash, kreativ g'oyalar. Va agar siz YouTube'ni noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, kanal yasash, yurgazish va daromadgacha olib chiqishni noldan o'rgatamiz. Biz bilan bog'laning va xizmatlarimizdan foydalaning.